Yaqinlarim, men sizlar uchun haqiqatdan zo'r narsa ravo ko'rib kelgan joyim. Qidirib bu joyi anchadan beri qidirayotgan edim. Sizlar mendan so'ragan edinglar. Yasha mazza qilib pul topadigan zo'r kattaroq mol, hol, ferma qilib oilam bilan mazza qilib yashaydigan joy topib bering menga Toshkentga yaqinroq joydan degan edinglar. Mana O'zbegim uylari keldik. Ikkitalab darvoza, orqasida katta bog'lari bilan hozir ko'rsataman. Mol holga fermalarim bilan 28 ta molga joy bor ekan. Bir 6 ta otga joy bor ekan. Keyin bir 30 tacha qo'yga joy bor ekan. Tovuq xonalarigacha bor ekan. 3 ta yevro xonalarigacha bor. Bemalol odam yashasa bo'ladi. U yoqda ikkinchi darvozasi ham bor. Turibdi mashinani oldida. Ko'rasizlarmi? Bu joylarimiz Toshkent viloyati Zangata tumani Bo'zsuvda. Shundoq betonkadan 4 kilometr kirganda Nobodo sizlarni ham uy joylar reklamaga qo'yib berish kerak bo'lsa, mana to'g'rida nomerlarimiz, xizmatlarimiz, glavnisi beminnat. Kelasizlar, gaplashasizlar, olib qo'yadigan joy. Gaz, svet, suv, tok, muammo yo'q. Bog'cha mana shu yerdan maktab 24 birinchi maktabni ko'rdim, yo'lda 950 metr ekan. Betonkagacha rovna 4 kilometr. Kelish kerak, gaplashish kerak, olib qo'yish kerak. Startiviy narxini 85 so'rayaptilar. So'raveradilar. 16 sotiy joy. Siz qancha berasiz? Bu yoqda mana sanuzel xonasi, oldida dushovoy xona. Mana bu отдельно yem pul bo'lib qolgani, bu hozir bilasizlar-ku, yo'qolmasin deb rishotkalar bilan o'ratib qo'ygan ekanlar. Ichkarida 3 ta xona, отдельно oshxonalari bilan. Mana bu yerda mana 28 ta mol holiga joy. Tepada отдельно hashaylarini saqlashinglar uchun ekan. Общий 16 soti 2 ga bo'lib qo'yilgan. Bu yerda 6 ta mol holiga joy, anaqa otga joy, plus bir 30 tacha qo'ygacha joy. Bu yoqda 4 ta xona plus oshxona. Bir ko'rsataman. 3 ta xona plus oshxona. Minbar uzun. Mana bu yoqda 10 metrga 2 metrlik koridor, ataplenalarigacha qilib qo'yganlar, patologlar qilingan, shpaklovka, bitta aboy qivorsanglar bo'ldi. Ikkita yotoqxona, bu yoqda kattagina oshxona, svetlari bor. Mana bu yoq zal. Mana 5 metrga bir 3,5 metrli zal. Yo oshxona, ikkita yotoqxona. Yotoqxona ham 4,5 metrga 3 metrli ikkita yotoqxona. Zo'r joy. Kelish kerak, gaplashish kerak. Fasadda o'zi bir 60 metrmi, 70 metr. Qani o'tib ketsam maylimi akalar? Mana bu yoqda otlarga joy, anaqa mollarga joy. Kevrasizlar, bemalol 28 ta molga joy tayyor. Bu yoqda mana 6 ta otga joylari bor, qo'ylarga joy bor, tepalarida mana yemxonalari, tovuqlardan ham bonusga tashib ketaman deyaptilar. Bu yoqda отдельно yana 8 sotiy joy. Общий 16 sotiy joy. Bitta hujjat xohlasanglar, yarmini olinglar, xohlasanglar hammasini olinglar. Kelib gaplashaverasiz. Orqada ham отдельно joyligi bor ekan. Bemalol mol hollarni, bunda otlarni chiqazib yuborsanglar, o'zi borib ovqatlanib kelar ekan. Betonkaga 4 kilometr, mana arzon joy topib bering deb. Tezroq olmasanglar, bu yerdan ham quruq qolasizlar. Arilari bor ekan. Shunga ham sekin. Mana orqasida mol hollarni shundoq qo'yib yuborishar ekan. O'zi yeb, o'zi qaytib kelar ekan. Srochno kanalga obuna bo'linglar, kelinglar, pastda egasini nomeri, sizlarda ham Nobodo shunaqa joylaringlar bor bo'lsa, sotilishiga yordam bering, baxtiyor desanglar, kanalimiz xizmatinglarda. Sog' bo'linglar yaqinlarim.